Xullas Elmurod Haqnazarov o'zimiz ukamiz, yaqinimiz. Bugun Solniy konsertlari boshlanish kuni bugun, xudo xolasa, birinchi kuni. Biz qiziqchilarda so'z ustalari shu jamoalarda birinchi kuni asosiy repetitsiya ekan degan fikr, gap so'z yuradi, lekin aynan dizayn jamoasini a'zolariga tegishli emas, chunki biz haqiqatda improvizatsiyaga tuzmaymiz, faqat shu ssenariy yozib keyin shu yog'iga sahnaga olib chiqishga harakat qilamiz. Albatta birinchi kun baribir kam ko'z xatolik ko'rinadi. Bir chetdan kuzatib turdim, lekin unaqa narsa bo'lmayapti hozircha Elmurodda. Biz shu davay Elmurod sen zo'rsan degani keldik shu agar shu savolga javob bo'ladigan bo'lsa. Sen qanaqa paddashga qilgan kelding? Mana bu yerda qanaqadir moralniy paddashga qilgan keldim. Yo, shart emas, ovoz boradi-ku baribir. Omad tilaymiz Elmurodning ishlariga, har doim birgamiz, mana shu sahna ortida, oldida, umuman yonlarida, balkonlarda ham mana shu paddashkadamiz. Har doim sog' bo'lsin. Amakim sog' bo'lsin, salomat bo'lsin, albatta charchashmasin, ijoddan to'xtamasin. Gazini bossin. Faqat yuqoriga, faqat yuqori. Nestvorning eng tepasiga. Eng tepasiga. Keyin tushayotganda sekin tushsin, pensiyaga chiqayotganda. Shunaqa. Liftda chiqib zinada tushsin. Sekin. So'z ustasi sifatida bugungi kunda Elmurod Haqnazarovni faoliyatini, ya'ni hazillarini qanday baholaysiz? Ular o'z cho'qqisiga erishdimi yoki cho'qqini boshidami hali? Uni cho'qqiga erishmaganini keyingi yilgi konsertlarda, keyingi yilgi chiqishlarda ayta olamiz-da. Agar orqaga qarab ketayotgan bo'lsa, o'tgan yili cho'qqi bo'lgan ekan deymiz. Agar yo'q, yana dal yana ham yaxshiroqlashib ketaversa, demak hali cho'qqiga yetib bormagan bo'laveradi. Buni biz emas, ijodkor bu narsaga baho berishi qiyin. Chunki ijodkor o'zini ijodini farzandidek yaxshi ko'radi. Misol uchun, sizlar ko'pinglar hali oila qurmagansizlar. Farzandingiz qanaqa bo'lishidan qat'iy nazar, birov yomonlasa, birov kamsitsa jahlingiz chiqadi. Lekin o'sha eshitgan gapingizga qarab farzandingizni tarbiya qilishga harakat qilasiz-da. O'zi shunaqa ekan. Xuddi shunaqa ijodda ham shunaqa, kimdir negativ komment deymiz, negativ yozsa yoki bo'lmasam kimdir tanqid qilsa, uni yaxshilashga harakat qilib boriladi. Shuning uchun men hali xudo xolisa Elmurodda yana ham yaxshiroq natijalarga erishadi degan umiddamiz, shunaqa niyatdamiz. O'zimizga ham xuddi shu niyatda, faqat shunaqa. Qiziqchilarga ilhom beruvchi narsa nima? Ya'ni hazil yozishlarda sizga nima ilhom beradi? Turtki. Qobil sen ham javob ber. Senga nima ilhom yoki kimdir turtadimi seni? Ijod qildim. Yo'q, hech kim turtmaydi. Qachon ilhom kelib qoladi unda? Qayerdan, nimadan ko'rasiz, nimadan choyxonada keladi bizdan sindoshimiz bor. Kutilmaganda keladi. Ilhom to'g'ri, men aytolmayman, har oy oxirida keladi. Yo'q, kutilmaganda keladi, misol uchun. Menda oy boshida keladi. Yo, ilhom mana ko'ryapsizmi, hozir ham kelyapti-da. Hozir masjidda yurib qayerdadir. Shunaqa bir xil payt haqiqatda kutilmaganda keladi, chunki bir xil payt haftalab o'tiramiz, narsa yozamiz deb konsertga hech narsa kelmaydi. Bir xil payt bir kun o'tiramiz, butun boshli konsertni yarmini yozib qo'yamiz. Shunaqa. Bir kelib qolsa. Sadulla aka, Elmurod akani yakkaxon konsert berishlari dizayn jamoasidagi chiqishlariga qanday salbiy yoki ijobiy ta'sirini ko'rsatyapti? Hech qanaqa salbiy ta'sir ko'rsatmaydi, faqat ijobiy ta'sir ko'rsatadi. Chunki nafaqat Elmurod, agar har bir a'zo ham shunaqa konsert qo'ysa yoki o'zini chiqishlarini qilsa, yakkaxon chiqishlar qilsa, bu bor yo'g'i o'sha tajriba deymiz, tajriba ortib boradi. O'ziga ham plus, jamoaga ham plus sifatida ishlaydi. Chunki tajriba oshgandan keyin bu yoqda ham uning ishi yaxshilashadi. Shu. Mana Qobil akam yoki siz xuddi shunaqa yakkaxon konsert berishlaringiz mumkin qachondir yoki dizayn jamoasi. Buni ko'rmagan shekilli biz. Yo'q, Ko'rganmiz. Konsert qo'yganmiz yakkaxon, Qobil ikkalamiz. yo mana misol uchun siz alohida. Siz alohida. Qobil alohida Solniy konsert qo'ygan, men alohida Solniy konsert qo'yganmiz. Keyin prosta shu. Bizdan ko'rib bu qilib yuribdi. Bizni to'xtatmaganimizda yo'q edi u. Shunaqa. Kim bo'pti bular deb yomonlab tashlaysiz. Men birinchiman deb o'ylash kerak emas, men birinchiman. Yo'q, endi shu yakkaxon konsert qo'yish masalasi baribir Elmurod har holda shu o'zini ham ijodi bor alohida, aynan jamoada bizda asosan jamoada bo'lgani uchun shu bizni to'xtatganmiz. O'zimizni sinash uchun konsert qo'yganmiz.
manimcha sinovdan o'tgan bo'lsa kerak. Hali yaxshi bo'lgan. Yana Balkim yana qo'yish niyatimiz bo'lib qolishi mumkin. Mani o'zi shaxsiy niyatim bor. Uni endi o'sha sonli konsert qo'yganimda hamma biladi. Shunaqa o'zi bitta niyat qilib qo'yganman. So'nggi paytlarda umuman qiziqchi jamoalar milliondan keyin ham sizlardan dizayn jamoasidan keyin ham juda ham ko'plab negativlar yog'iladi. Lekin konsertingizni hamma tomosha qiladi. Bunday muxlislarga qanday munosabat bildirgan bo'ladi? Men ularga munosabat bildirishim shart emas. Yo, bo'ladi. Hech qanday qabul qilmaymiz. Qanaqa negativ qabul qilishimiz mumkin. Endi hozir bilmayman qanaqa televideniyadan balki kesib tashlar, lekin mana internetlarga qo'yiladiganida qolsa kerak. Payg'ambarlarga yomon gapirgan xalq, payg'ambarlarni g'iybat qilgan xalq qiziqchi bo'lsa biza gapiraveradi. U bitta biz O'zbekistonda emas, u butun dunyoda bor narsa. Shuning uchun e'tibor bermash kerak. Mana dizayn millionga o'xshagan jamoalar oxirgi paytda nisbatan kamroq, ya'ni mana o'sha kamayib ketyapti. Nima sabab deb o'ylaysiz? Qobil nima sabab deb o'ylaysiz? Lekin Jamoalar kamayib ketayotgan ekan. Faqat million bilan dizayn qoldi deyarli deyishyapti. Chunki boshida ham million bilan dizayn bitta komanda bo'lgan, o'shanda aytishgan, bunaqa ishtirokchilar 50 yilda bitta keladi kamida deyishgan. demak 50 yil bo'lmadi. Yo'q, hali endi 20 yilga qarab 50 yil, 100 ketyapti. yilda bitta bo'ladi. Bunaqa komandada ishtirokchilar men ko'rmaganman deb Rossiyadan kelgan odamlar ham aytgan bu narsani. Terma jamoa bo'lib yurganmiz. Keyin alohida million dizayn bo'lib ijod qilgan. Mana solishtirsangiz, oddiy misol Comedy Club, hamma biladi. Comedy Clubni yangi a'zolari ham ko'p. Hozir yangicha chiqishlar ham qilishadi, lekin o'sha baribir eskisidek, eski a'zolaridagi chiqmaydi baribir. O'shalar chiqqanda boshqacha qabul qilishadi. Vaqtida mana ustozlarimiz Mirzabek Xolmedov, Shukrullo Isroilovlar askiyachilarni ichidan yorib chiqishgan bo'lsa, biz ham xuddi shunaqa qanaqadir yorib chiqqan bo'lishimiz mumkin. Endi men hozir gapirsa o'zini maqtayotganga o'xshab ko'rinadi. Lekin yoshlar ham yomon emas. Qivizlarga ham borib turamiz. Xudo xolasa, balki bizdan ham zo'rlari chiqadi mana xudo xolasa. Hozir shu sizlar to'g'ri aytyapsizlar, jamoalarga qaraganda solni ya'ni yakkaxon qiziqchilar yaxshiroq chiqyapti. Mana Elmurod, Jamshidlar bor, boshqa chiqishyapti. Faqat boshqa ko'rinishda chiqadi. Ha, boshqacha. Boshqa ko'rinishda, ana 1 minut 2 minutlik videolarda chiqib qolishi mumkin. O'shalarni avlodi bo'lishi mumkin. Faqat onlayn tarzda. Hozir blogerlarning asri ketyapti hozir. Aynan. Boshqa ko'rinishda chiqadi o'sha uровень. Lekin bitta narsa, mana jamoa bilan ishlash qiyin. Yakkaxondan ko'ra juda ancha qiyin. Balkim shu ham sababdir o'sha yangi jamoalarni o'sha ko'rinarli bo'lib chiqmasligiga. Endi men bilmadim, u jamoani ichida внутренний ichidagi siyosati, ichidagi muammolari, boshqa narsalarini bilmaganingizdan keyin aniq javob bera olmaysiz. Bizda ham, biz o'zimiz haqimizda aytishimiz mumkin. Bizda ham xuddi shunaqa muammolar bo'ladi, tortishuvlar bo'ladi, kelishmovchiliklar bo'ladi, lekin imkon qadar shuni yaxshi yo'l bilan Uddani xotin urushib qolsa, xotin bir o'tirib gaplashib olaylik deb gaplashib olganda, biz ham shunday gaplashib olamiz. Qanaqadir muammo bo'lsa, shuni bartaraf qilishga harakat qilamiz. Shuning uchun shuncha yildan beri birga ijod qilib kelyapmiz. Chunki bizdan oldin ham jamoaviy ishlagan ustozlar ham ishlashgan, o'tdan ham kimdir boshqaqa chiqib ketgan, kimdir nimadir bo'lgan, hamma joyda qo'shiqchilarda ham guruhlar tarqalib ketishlari bu birinchi holat emas, va oxirgisi ham emas. Bunaqa narsa har doim bo'lib keladi. Men o'ylaymanki, o'sha eng muhimi ichidagi muammoni o'tirib, aniq jamoa a'zolari, ishtirokchilarning o'zi o'zaro kelishib olishi. Boshqacha imkoni yo'q undan u yog'iga ishlashchi. So'nggi yillarda mana misol uchun millionda o'sha jamoani asl a'zolari nisbatan kamaydi. Dizaynda bu narsa xudo xohlasa bo'lmaydimi? To'g'risi mana har doim o'sha jamoa saqlanib qoladi. Endi biz ham yaxshi niyat qilib yuramiz. Xudo biladi-da, endi to'g'risi-da. Kimdir misol uchun prosta san'atni tark etishni niyat qilib qolishi mumkin. Mana million jamoasida ko'rgansizlar bunaqa hodisalarni. Prosta u chiqishmay qolganidan emas, tortishuv sababli emas. Prosta yo'q bo'ldi, bolalar, men bo'ldi san'atni yig'ishtiraman, men boshqa ish qilaman deb chiqib ketganlar ham bor. Shunaqa bo'lishi ham mumkin misol uchun. Lekin eng yoshimiz kattamiz, qachon konsert qo'yamiz deydi, hali unaqa niyatimiz yo'q. Shunaqa. Ko'kchoy jamoasi bilan 2 marta tarona aytdingiz. Assalomu alaykum. Blogerlar bekatdan yana rejada bormi? 3 ta tarona aytganmiz. 3 ta ekan. 3 yo bo'lishi mumkin. Endi qachon? 5 ta xohlayapti. Sifatli, zo'r, ko'p xohlayapti. Ha, sifatli, zo'r, ko'p rosa qiyin-da. Lekin o'sha kuylagan taronalar hammasi trendda bo'ldi-da.
ko'pchilik tomonidan qayta eshitildi. Bu endi ko'kchoy guruhi bilan biz juda ham yaqinmiz, do'stlarimiz. O'sha qanaqadir g'oya kelib qoldi. O'sha paytda meni o'zi orzuyim bo'lardi. Yoshlikda qo'shiqchi bo'lishni orzu qilganman. Shu orzuyimga bir erishgan inson bo'ldim, lekin qo'shiqchi bo'lish orzuyim u tugab ketgan masala. Bo'ldi shu nima deydi? O'zingizni nafsingizni qondirib olish uchun bo'ldi. Yani qulpni yegingiz kelib tursa, qulpni ko'rsangiz yeb olasiz, bo'lib to'yasiz, boshqa yemay qo'ya qolasiz. Shunaqa sifat balkim, lekin yaxshi bir qanaqadir g'oya kelib qolsa, kuylaveramiz, muammo yo'q. Lekin uni orqasidan to'ylarga chiqib, konsertlar qo'yib, qo'shiqchi bo'lib yurish niyatim yo'q lekin. To'ylarga chiqqaningizda so'rashadimi? Da, so'rab turishadi. So'rashadi. Ayniqsa boshlovchilik bo'lib to'ylarni o'tkazayotgan paytim ko'p so'rashadi. Shularni aytib bering deydi. Ko'k choy qayerdan topaman men? Achchiqni ko'k choy olib kelgin deyman. Ichib shu xirgoyi qilib. Istim mazafaza deydi. Double G qilib. O'sha joyni bizga ham bitta kulib bering. Boshlandi. Qistir bo'lmasa bo'lmaydi. Rep joyi bor. Aynan o'zingizni Qaysi rep joyi? Qilib, shu 4-5 Snoop Dogg qo'shig'idan, Shohrux Rapper qo'shig'idan, Sitorani qo'shig'idan papuri qilingandi. Darararam aytasiz. Istimoza double G Snoop Dogg degan joylari shunaqa. O'zi endi bizning yoshligimizda rapperlarda havas qilib havas qilmaganmiz. Qo'shiqlarni tinglaganmiz. Undan keyingi yilli konsertlari ham bundan ham zo'r bo'ladi degan umiddamiz. Xudo xolasa mana 4 kun xalqlar do'stligida 4 kun yakkag'on konsert qo'yish oson emas, buni o'zimiz bilamiz. Xudo xolasa shu 10 kun, 20 kunlab konsert qo'yganda ham yonida turib, qo'llab-quvvatlab turish bizga ham nasib qilsin deymiz. Sizga omad.